Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan HSK1 darsligini davomini o'tamiz. Hop, bo'lmasa boshladik. Birinchi so'zimiz G. G hisob so'z, bu universal hisob so'z hisoblanadi. Bunga misol uchun voyo igmaymay. Voyo igmaymay. Mening bitta singlim bor. Keyingi misolimiz suy. Suy yosh. Wo arshar suy. Wo arshar suy. Men 22 yoshman. Keyingi so'zimiz quay. Quay bu bo'lak degan ma'noni anglatadi. Misol uchun voyo iquaydi. Voyo iquaydi. Mening bir bo'lak yerim bor. Hop, keyingi misolimiz sie bir qancha degan ma'noni anglatadi. 我买了些苹果。我买了些苹果。Men bir qancha olma sotib oldim. Zay. Zay. Bu asosan o'rin joyga ishlatadi. Da degan ma'nosini anglatadi. Misol uchun 我现在在学校。我现在在学校。Men hozir maktabdaman. D. Bu qo'shimcha ma'noni anglatadi. Ning, niki, s degan ma'nolari bor. Misol uchun nagashoji shishaydi. Nagashoji shishaydi. Ana bu telefon kimniki? P. L. O'tgan zamon ifodalashda ishlatiladi. 我洗了澡。我洗了澡。Men dush qabul qildim. Ma. So'roq savol yasashda ishlatiladi. 你去北京吗？你去北京吗？ Sen Pekinga borasanmi? Ay sevmoq degan ma'nosini anglatadi. 我爱我的老婆。我爱我的老婆。Men xotinimni sevaman. Bu可气 arzimaydi. 当别人说谢谢的时候，你要说不客气. Boshqa odam rahmat aytganda siz arzimaydi deyishingiz kerak. 吃 yemoq. 你喜欢吃什么？你喜欢吃什么？ Sen nima yeyishni yoqtirasan? 打电话 qo'ng'iroq qilmoq. 我正在打电话. Men hozir telefon qilyapman. Du o'qimoq. 我要读这本书. Men bu kitobni o'qishni xohlayman. 对不起 kechirasiz. 对不起我迟到了. 对不起我迟到了. Kechirasiz, men kech qoldim. Tinglamoq. 我喜欢听音乐. Men musiqa tinglashni yoqtiraman. Xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.